Men bu dunyoda hech qachon erkak bo'lib tug'ilishni xohlamasdim. Hello, menga kecha uxlashdan oldin soat 12 da zo'r outfit ideyasi kelib qoldi. Kreativniy odamlarda zo'r ideyalar o'zi doim kechki payt chiqadi. Конечно, men bugun uyg'onishim bilan zavtrakdan keyin men bu outfitni kiyib ko'rishim kerak. Qani men soat 12 da kelgan outfit ideyasi qanaqa bo'ladi? Shuning uchun sizlar bilan birga bu outfitni stilizovat qilamiz. Let's get ready with me. Birinchi shu oddiy shortidan boshlaymiz. Polshada hali shorti kiyish uchun havo isib ketmadi, lekin men bu obrazni issiqroq narsa bilan qutqaramiz. Tadam! Men rangli outfitlar qilishni yaxshi ko'raman. Ko'pincha men rangli narsalarni pastga emas, ustga qo'shishga harakat qilaman. Ayshi, shu rangli buni futbolka desam bo'lmaydi, sviter desam bo'lmaydi. Futbolka desam bu juda ham qalin, sviter desam qo'li kalta, shuning uchun I don't know. Shu bilan outfitni juda ham интересный rangli qilamiz. Tadam! Bu deb qoldim. Bu shunchalik kачественный o'tirishi ham ideal. Outfitni aksessuarlar bilan интересный ko'rsatamiz, girls. Ayshi, menda shunaqa rimyan bor. Menimcha bu mening 78-rimyanim. Bugun shuni taqamiz. Okay, bu уже интересный ko'rinishni boshladi. Ayshi, noski kiyamiz. Bugun uzun nosochki kerak, hammani issiq tutsin. Ham bugun uzun oyoq kiyim kiyamiz. Erim o'zbekchani zo'r tushunmasa ham videolarimni hammasini ko'radi. Bu videoni ham ko'rsa точно endi noski kiyganini ham ko'rsatammi deydi. I know it. Shu outfit stilli ko'rinish. Plus meni issiq tutishi uchun tadam! Shu kazakini kiyamiz. Sochkim ko'rmasa iyi olurdi. Dальше menga sovuq bo'lmasligi uchun vintajniy juda ham oversize. Men buni ichida suzaman. Hali ham rukavalari qatlangan. Let's go to Coachella. Dальше, конечно, aksessuarlar, statement piece. Ayshi shu seryoshkani taqamiz. Nafas olmay qoldim. Qancha sport bilan shug'ullansam ham, mana allergiyam bo'lgani uchun menga nafas yetishmay qoladi. Aksessuarlardan rimyan taqildi, seryoshkalar taqildi, uzuklar taqildi. Bitta sumka qoldi. Bilamasizlar, bu sumkamni уже Instagramimda 70 marta ko'rdinglar. Eng zo'r bahorgi sumka, chunki rangi juda ham chiroyli. Shuning uchun bu chantamni çok seviyorum. Men bu dunyoda hech qachon erkak bo'lib tug'ilishni xohlamasdim. Chunki erkaklar ayollardagi, qizlardagi bu hayotda romantizays qilmaydi. Ertaga nima kiysamikin deb o'ylamaydi. Sochimni ukladka qilaymi, yuvaymi deb o'ylamaydi. Bu shun bilan qaysi boshqani kiysam ko'proq yarashadi. 2 soat o'ylab o'tirmaydi. Men uchun juda ham zerikarli. Qizlar uchun hayot ancha qiziqarliroq. This is my final look. Outfitim qalay chiqdi? Обязательно kommentariyga yozinglar. Follow qilish esingizdan chiqmasin. Bye.